zaklad berib kelishdi. Olmaydigan bo'lib qoldim-da, qaytarib. Menga 50gini beraman, yo bu yoqqa o'tdilar. Yo, men 100 berdim. Kelishdi-da. 50 qaytaraman. 50 qaytaraman. Aka bu narsaga gaplashishdi. Bu akamlar bo'ladilar, mahalla. Aka begara emasmiz. 50 so'm qatlarda qolib ketmaydi, aka. Ish qilib bilan. Ya, tushundim. Bu yog'ini shu qildilar. Bu anaqada shart shunaqa bo'ladiki, baytni buzayotgan tomon narigi tomonni eshitish kerak. Hech qanaqasiga men qaytarib ololmayman. Uyda turibdi tayyor, olmayman deyish u boshqacha gapirganlarini tushunardi, u qilardi, lekin u qaytarilmaydi. Hozircha shu. Bo'ldi. Hamma shunaqa. Agar ular buzayotgan bo'lganlarida to'lov olib, misol uchun siz ham 2 so'm berasan deyishga haqqingiz bor. Ular buzayotgan bo'lgan. Baytni buzayotgan tomon narigi tomonni eshitish kerak. Eshitdim. Vaziyatim yarat. Ular taniysizmi o'zi? Ko'rishganmiz, ko'rpaga ko'z tushadi. Aka, bir safar endi keling, navstirib yuring bizga ham bir. Yo'qolib sizlarga. Aka. Bular mahallada ekanlar. Qo'y. Aka, Bo'ldi, xuddi shuga. yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa, yerdim mana aka. Aka, sog' bo'linglar. Voy, Ha? to'xta 50 ni oling xatta bu. Oling, boring, 50 ham beradigan bola yo'qsa. 50 ni bermaysizmi? 500 bir bor. Sizlarni o'qib qarayman. 50 berasiz, xatir. Bering. Ketaveryapti o'zingiz. Yo, ketmaymiz, ketamiz. 50 berasiz bo'ldi, aka ketadi. Bo'ldi mana yozdim. 50 taligim yo'q. 50 Bo'ldi mana hozir. Ketasizmi o'zingiz? Ha, to'g'ri. 56 ta. Hop. 56 ta 3821 0331 72 55. Hisobda shuhrat chiqadi. Shukran. Aka, 600 ming yotqizib sizlar nima 600 ming otdimi? G'alati. Aka, unaqa haydalashga. Mayli, aka. Aka, mana ko'rdingiz. Hamda qaysarligingiz nimaga olib kelganini ko'rdingiz. Sal qoldi, aka, qo'pol qilayotganda talpanda qolib ketishimiz kerak. gaplashmaydi do'stlar. Yo'q, qanaqa gaplash kerak? Sizlarni territoriyada Yo'q, qanaqa gaplash kerak? sizlar chiqib ketish maqsad bormi? Yo'q, bermaslik Chiqib ketish maqsad bormi? Qurolli chiqib ketaylik bozordan bu. Nima berasizmi, yo'qmi? Unaqa gaplashmaydi do'stlar. Aytadimi, yo'q, keyingi safar mana bunaqa riskovat qilgandan ko'ra prosta qilmayman. Ukam boshqa shart berdi. Video qilsangiz sizni majburlamaydi. Qancha asabim buzildi aka, to'g'risida. Ha, mana asabim Kerak emas, buzilmadi, mana nima asabim emas, joyida, hammasi cho'tki. 50 dollar ya, o'lib qolayotganingizni qarang, yetmagan. 50 dollar ketdi sana uchun. Prosta. Nima qildi aka? Shartingni deb ketdi. Qilmayapsiz bo'ladi. Bo'ldi aka, bu urushmaylik. Mana Qildimi? bo'ldi aka, gap yo'q. Shart qilindimi? Zo'r, qildilar, shartni bajardilar. Lekin mana bunaqa 50 dollarga riskovat qilib, shart emasdi-da, to'g'risi. Bo'ldi, roziman deb ketadigan joyi edi. 50 dollar ham pul qolsa mashqqa kiraman o'zi. 10 ta odamdan so'rayman, qaytariladimi? Qaytarilishi. Ya aka, bo'ldi, ishonaman. O'zi Qaytarilishi mana kerak eshitib o'zi olinglar. aslida. Yaqinroq oling bizning videoga. O'zi aslida zaklad 100% qaytarib beriladi. Shariatda ham bu narsa keltirilgan. Agar sizlarda bir boshqacha bir fikr bo'lsa, yozishinglar mumkin. Zaklad 100% qaytarib beriladi. Agar zaklad qaytarib berilmasa, zaklad berilgan, zakladni olgan odamga harom bo'lib qoladi o'sha o'rtadagi pul. Nima deysiz shunga? Men ham shunaqa eshitganman. To'g'ri, qaytarib berish kerak. 100% ga qaytarib berish kerak. Boya improvizatsiya bo'lib ketdi-yu, ana Sarvar aka, mahallada u chista to'g'ri anaqani gapirdilar. Nima dedi? Misol uchun qaytarib berish kerak, o'sha odamni eshitish kerak dedilar-yu. Prosta bizda kelishuv shunaqa bo'lgani uchun u odam mana shunaqa qildi, lekin o'zi aslida qaytarib berish kerak. 100% pul qaytarib berilishi shart o'zi. Kelar, biz bu yerda gaplashib turamiz. Kimga bizani kontentimiz yoqayotgan bo'lsa yoki kimdadir boshqacha bir fikr bo'lsa, isbot dalil bilan bo'lsa, bemalol hamda tagida kommentariy hamma narsa qo'yib qo'yganmiz. Xohlagan gapinglarni yozinglar, biz negativ ko'taramiz. Xafagarchilik yo'q. Fikringlar nima? Mashinaga qaytarish kerakmi, yo'qmi? Yozinglar bizga. Bu
videoga chiqmaydigan akalarga ham qilsa bu narsa. Просто $50 baribir arzimasdi. Okeanda ishkal bo'lib ketishingiz sal qoldi. Qo'ysangiz bo'lardi. Bo'pti. Bajardilar shartni, gap yo'q. Omad, lekin bunaqa narsalar ham bo'ladi deb o'ylamadim.